Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Jaydari bola kanalining obunachilar. 2025-yilda mashina somashuv qilish narxlari necha pul bo'lyapti degan aka-ukalarimiz uchun qaranglar qadrdonlar, pena blokka bo'ladimi deganlarga akalarimiz 2 yil 3 yildan beri mana pena blok ustiga shuv qilamiz. Zo'r bo'ladi, zo'r ushiydi. Qishda issiq, yozda salqin bo'ladi deyapti. Buni nimasidan o'tgan? Bu pena blok ushamaydi deganlar qadrdonlar 2 yil 3 yildan beri akalarimiz mashina ishit qilyapti ekan shu pena blok ustiga. Qaranglar. Bir slokda idealni qilib, shlish pakilovkani tortsa bo'ldi qiladigan qilib zo'r qilib ketishyapti. Bugun biz Farg'onaning Rishtondamiz. Rishtonlik ustakalardan narxini yoritib beramiz. Assalomu alaykum qora aka. Assalom. O'zingizlar kelibsizmi? Rahmat, Allohga shukr. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ramazon oyida loyisham yengilishmas og'irish akalarimiz. Ramazonda ro'za ekan, lekin shu mehnat qilishyapti. Bolam chaqam deb, ota-onam deb mana xizmatda, halol mehnatda. Agar Xudo xohlasa pena blokka bo'lyapti ekan, mana. Pena blokka qilinyapti mana. Pena blokka bo'ladimi, bo'lmaymi degan akalar savol ko'p tushyaptilar bizga. Aha. O'shanga atayna shu videoni chiqaryapmizki, bemalol ko'rishib o'zlari guvoh bo'lsin deb shuni harakatidamiz. Aha. Endi mana bemalol o'sha 2 yil oldin qilgan uylardan hozir odamlar yashayapti. Bemalol kecha ulardan suhbatlashdik, hammasi edi. Sinovdan o'tkazilganda bu narsa. Sinovdan o'tkazib chiqarildi buni. Mana bog'lasa narsa hamma joy ichi tashi, tashqarida hammasi pena blokda qilingan uy bu. Aha. Pena blokda qilingan uyni shuayapmiz. Gap yo'q. Bog'lasa endi o'sha qiziqqan odamlarni insonlar bo'lsa bemalol ko'rishib o'zlariga xulosani chiqarishadi. Xudo xohlasa xizmatlar O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab bog'lasa. Aka, o'zlaringda nima-nimalar bor? Shuni aytaylik. Bizda o'zimizda tog'ramiz bor, taqirimiz bor, ketmonimiz bor, kuragimiz bor, drabilkamiz bor. Instrumentlar hamma o'zimizda bor. Bor. Keshamiz bor, boshqa bunaqa instrumentlar hamma bor. Videoga hech qanaqa bizga instrument olib berishadi. Endi borganimizda aniq berishadi, tuproq toshgani. Mana lesasini, ha? Lesasini olib berishadi. Eng zo'r tarafi qadrdonlar akamizning o'zida drabilka bor. Somonni misol uchun sizga maydalab chiqarib kelib bering demaydi. O'zlari drabilkasini olib borib, o'zlariga ma'qul keladigan qilib drabilkada somonni chiqarib oladi. Faqat somonni olib berasiz. Kelganda deyapti, shu so'rashyapti, uyda qanaqa qalinlikda qo'ysalar degan savollar tushyapti. Mana shu bemalol yoritib ko'rsatamiz. Mana shundan kam bo'lmaydi qalinligi. Mana shundan kam bo'lmaydi. Hozir necha santimetr bor? 3-4 bormi aka? Shu 3 bor, ha? 3 bor, ha. 3 santimetr qalinlikda. Bundan ortiqroq yupqa shu olmaydi. Chunki bu mustahkamligi mana shunga bog'liqda. Aha. Mana. Gap yo'q. Hozir endi qayerga ketasizlar aka? Xudo xolasa endi Toshkentga chiqamiz. Toshkentga inshaalloh, ha? Ishlarimizni qilib keyin boshqa tomonlarga to'g'ri surish qilamiz. Aha. Xudo xohlasa mana ko'ryapsizlar. Hozir aka bir slokda cho'tka qilib ketyapsizlar, ha? Mana, qaranglar mana. Bir marta bo'lgan. Burchaklar joy-joyida mana qaranglar burchaklarga. E'tibor beringlar, zo'r qilingan. Gap yo'q. Xudo xohlasa. Inshaalloh Jaydari bola kanalini qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar akalar. Hozirgi kunda aka kvadrat metr necha pul bo'lyapti? 35 mingdan vodiyda shunaqa qilinyapti. Toshkentlarda ham shunaqa bo'lsa. Aha. Borgan joyimizda shunaqa qilinadi. Birinchi etaj bo'lsa, ikkinchi etaj bo'lsa, sharoitga, holatga qarab gaplashilaveradi. Kelishilaveradi aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa buni afzalligi aka qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Va nima deydi? Somashuv va boshqacha aka. Boshqa shuvoqqa qaraganda yaqinda o'sha 2 yil oldin qilgan o'rtamizda gaplashdik. Aha. O'rta deyapti, o'zi mana pena blok issiq deydi. Aha. Yana somashuv berib ketgansizlar deydi. Ozgina o't bilan uyim issiq bo'lib deyapti. Aha. Maqtanib shunaqa xursand bo'lib gapiryapti. Men o'zim ham ko'rib havas qildim endi u gapni nima qilib. Endi xudo xolasa bir qilgazib ko'rgan odamlar keyin buni nimasini tushunadi. Inshaalloh. Hali videoda ko'rib qilgani bilan gapga tushungilari kelmaydi, qanaqa bo'ladi degan savollardan ko'paveradi. Uyda yana shu narsani qilgizsa, xudo xolasa o'shani ko'rishgandan keyin o'zlariga ishonch hosil bo'ladi-ku. Gap yo'q. Qadrdonlar, inshaalloh mana shu ustakalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r narxlarda chiroyli qilib berishadi. Ob'yomingizga qarab xizmatlar O'zbekiston bo'ylab ekan. Qadrdonlar, o'zlari Farg'onaning Rishtonidan, lekin Toshkentda bir chekkasiga borib ham xuddi shu vodiyning narxida qilib berar ekan. Mana shu joyga bitta laykni bosib qo'yasizlar. Mana shunday qilib layk bosgan qo'llaring muborak. Kabatullohni ushlasin.